Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qorunning qissasini keltiradi. Shu qissada Banu Isroilni ulamolari Qorunga nasihat qilishadi. Bilamiz, Qorun juda ham boy bo'lgan. Aytishadiki: "Va bitaghi fima atakallohu ad-daral akhirah." Ey Qorun, Alloh taolo senga bergan boyliging, mol davlating bilan avvalo oxiratingni obod qil. Oxiratni istagin. Va shu bilan birga dunyodagi nasibingni ham unutma. Xullas, bu nasihat unga yoqmaydi. O'zicha bir boyligimni ko'rishsin bo'ladi, go'zal kiyimlarda xizmatchilar bilan, qo'riqchilar bilan, markablari oldi orqada xazinalari bilan chiqadi. Hozir ham chiqishadi-yu boyligini ko'rsatish. Tabiiyki bu narsa odamlarga qiziq, dunyoga qalbi bog'langan odamlar uchun hozir ham qiziq bo'lgandek. Aynan shunaqa videolar millionlab ko'riladi-yu bizada. Tabiiyki insonning qalbi ko'proq dunyoga bog'lansa, dunyoni orzu qila boshlaydi. Qorunni ko'rganlar aytishadiki, boyligini ko'rganda hayratlanishib, "Ya laytalana mislama utiya Qorun." Qaniydi bizga ham Qorunga berilgan bu mol davlat berilsa edi. Innahu lazu hazzin azim. U katta bir nasibasi bor odam deb aytishadi. Ya'ni hayotda mana shunaqa yashasang deb orzu qilishadi. Alloh taolo aytadiki: "Fa khasafna bihi va bidarihi." Biz Qorunni ham, uni hovli joylarini ham yerga yutirib yubordik. Ana endi boshida orzu qilganlar nima deyishdi? Fa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams. Kechagina uni martabasini, uni maqomini, boyligini orzu qilayotganlar Alloh taolo bandalarini ichida o'zini xohlaganiga rizqini keng qilib, xohlaganiga tang qilib berar ekan deyishdi. Laula amannallohu alayna la khasafa bina. Agar Alloh taolo bizga marhamat qilmaganda, bizani ham yerga yuturgan bo'lardi deyshadi. Dunyo ahlining holati shunaqa. Aslida Alloh taolo unga marhamat qilayotganini boshqaga yetgan narsani ko'rib, keyin ibrat oladi, keyin yo'qoladi. Lekin iymon ahli unaqa emas. Robbim meni qaysi holga, qaysi maqomga qo'ygan bo'lsa, men uchun o'sha yaxshi deydi. Alhamdulillah deb qanoat qiladi. Biladi dunyo va oxirat ham Allohniki. Biladiki Alloh taolo u uchun eng yaxshisini beradi. Istaganini emas, chunki inson o'zini halokati bor bo'lgan narsani istashi mumkin. Inson ko'p dunyoni xohlaydi, birinchi o'ringa qo'yadi. Mana bomdod namozidagi odamlarga qaraylik, keyin ishlar, o'qishlar boshlanishdagi odamlarni adadiga orada juda katta farq ko'ramiz. Bu o'zi yetarliki, oxiratdan ko'ra insonlar dunyoni istashligini. Oxiratimizni dunyoga almashib yuborishdan Alloh taoloning o'zi saqlasin.